Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. An Abi Hurayra roziyallohu anhu, ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Limaliha, mol davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha, nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha, chiroyiga qarab uylaniladi. Va li diniha, diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa, nasl nasab chiroyli narsa, chiroy chiroyli narsa, din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa? Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin, baraka topkur yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishligi kerak bo'ladi. Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zingizlar ko'rayotgan narsa, lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor, doim xizmatida, doim ko'niga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal, juda ham chiroyli, lekin boyaga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakning hayoti nima bo'ladi? Do'zaxdan bir parcha bo'ladi. Aytilyapti, chiroyiga, puliga, nasl nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini. Kishi chiroyli kiyimni kiydi. Chiroyli yuvib tarandi, sochlarini taradi, xush bo'ladi, sepdi. Zohiri go'zal bo'ldi. Odamlar ko'rsa ko'zi quvonadigan bo'ldi. Endi shu odam faxsh bo'lgan, buzuq bo'lgan, bazi bo'lgan so'zlarni gapirib tursa, yarashadimi? Boshqacha tasavvurda turuvchi shaklini ko'rib turib, obrazovniy odamga o'xshayapti. Didli odam ekan, chiroyli kiyinibdi, chiroyli zo'r ekan deysiz, og'zidan chiqqan gapni ko'rib turib, haligi tasavvuringiz buziladi. Bunaqa odamga aytish kerak bo'ladi, sen yo kiyimingga yarashadigan so'zni so'zla, yoki ko'zingga yarasha kiyimni kiyib ol. Ma'qulmi? Shuning uchun zohirlik go'zallik bo'lgandek, botiniy, ma'naviy go'zallik ham siz bilan bizda bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana shu so'z masalasida Rasululloh aytadilar, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Kishini iymoni mustaqim, sobit, mustahkam bo'lmaydi, to qalbi mustahkam bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Shuning uchun kiyimimizni chiroyli qilgandek, so'zimizni ham chiroyli qilaylik, fe'limizni ham chiroyli qilaylik. Mana endi birodarlar, go'zal axloq. Fasbir sabron jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr qiling. Alloh taolo chiroyli sabr qil deyapti. Demak, chiroyli bo'lmagan sabr ham bor. Chiroyli bo'lgan sabr tushunarli. Chiroyli bo'lmagan sabrchi sabr qildi. Asabiylashadi, g'azablanadi, uni so'kadi, buni turtadi, buni tepadi, undan alamini oladi. Bu ham sabr, lekin qanaqa sabr emas bu? Go'zal sabr emas. Chiroyli avf qilish, chiroyli avf qilish. Fasfahis safhal jamil. Bas ey Muhammad alayhisalom, ularni chiroyli kechirish bilan, go'zal kechirish bilan kechiring. Ya'ni kechirdingiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'ldimi, go'zal bo'lmadimi? Biz kechirishdagi, axloqdagi go'zallikni gapiryapmiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'lganligini belgisi, shu kechirgan odamingizni qaytib shu aybini gapirmaysiz. Agar esiga kelganda, alam qilib ketganda, jazabasi tutib ketganda gapirib qo'ygan bo'lsangiz, bu kechirishlik go'zal kechirishlik bo'lmadi. Bir odam ikkinchi odamni qomatib yuborishi xatarliroqmi yoki bir odam ikkinchi odamni quduqqa tashlab yuborishi xatarliroqmi? Albatta quduqqa tashlab yuborishi xatarliroq. Chunki qamalgan odamni tirik qolishi mumkin. Tirik qoladi. Yusuf alayhisalom akalari 12 yashar paytida quduqqa tashlab yubordi. Keyin Misrga borganda Misrning vazirining ayoli Yusuf alayhisalomni qamatib yubordi.
Qaysinisi xatarliroq Yusuf alayhisalom hayoti uchun? Albatta quduqqa tashlanishi. Ammo oradan 20 yillar o'tgandan keyin akalari oldiga kelganida shu ishini eslatmadi. Nima dedi? Astagfirullah. Va qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn. Alloh menga ulkan in'om qildi, meni zindondan chiqardi dedi. Nimani aytmadi? Quduqqa tashlaganini, akalarini shu ishini aytmadi, eslatmadi, chunki chiroyli kechirgan edi-da. O'shuning uchun eslamadi, gapirmadi. Bizda ham o'tib qoladi. Bir paytlar amaking mana qilgan edi. Bir paytlar tog'ing mana qilgan edi. O'zi kechirganman degan. Lekin nima qilaveradi? Demak, kechirmabdi bu odam. Go'zal kechirish bu aybni qaytib eslamaslik bilan bo'ladi. Robboniy go'zalligining martabalari. Alloh taoloning zoti go'zal, sifatlari go'zal, fe'llari go'zal, ismlari go'zal. Alloh taolo shunday go'zal zotki, u zotning go'zalligini, qandayligini na bir payg'ambar bilmaydi, na bir farishta bilmaydi. Allohning qanchalik go'zal ekanligini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizi aqllarimiz birodarlar sig'dira olmaydi Alloh taoloni go'zalini idrok qilishligini. Shuning uchun birodarlar aytiladiki, shariat adolatning ayni o'zi. Chunki u Allohning manhaji. Shariat rahmatning ayni o'zi. Shariat hikmatning ayni o'zi. Shariat faqat va faqat xayriyat, yaxshilik. Shuning uchun qaysi ishimiz bizni musulmonlar, qaysi bir ishimiz shariat doirasidan chiqib ketsa, u yaxshilik emas, yomonlikka qarab ketadi. Uni har qancha qog'ozga o'ring, har qancha bezang qilayotgan ishingizni shariatdan chiqdimi? Bu endi yomon ish, bu zarar ish, bu xunuk ish. Islom chiroyli sanagan, shariat chiroyli sanagan narsa chiroyli, shariat xunuk deb sanagan narsa xunuk. Bachavozlikda erkakda erkakka, ayolda ayolga uylanishligini taraqqiyotni belgisi, peshqadamlik deyapti. Har qanaqa qog'ozga o'rayapti. Ammo shariatimiz nima degan? Bu razillik, qabihlik, ifloslik dedimi? Tamom. Har qancha qog'ozga o'ramasin, biz shariatda turib aytamizki, bu ifloslik, razillik, rasvolik. Bizga bu narsalar yot, bu narsalar bizga harom, mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, hamma yaxshilik shariatda. Shariatdan chiqdingizmi, endi har qanday narsaga tayyor turavering. Biz Alloh taoloni al-Jamil, go'zal zot deb aytdik. Alloh taoloning hamma yo'g'i go'zal. Ismi ham, zoti ham, fe'li ham. Shuning uchun fe'lini ko'ramiz. Qor yog'ishini kuzatinglar, qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitinglar, qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring, qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni, shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang, qanaqa go'zal. Quruq qaqshab yotgan, yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring, qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-Jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yeyotgan olmamizni qaraylik. Biz qarab o'tirmaymiz, ha? Qoch. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir maza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidlang, burningiz maza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi, shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamzorni qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Bir ishda juda ham chiroyli qilib qo'ygan bo'lsa, ustasi qarab turib, ha, ustasi kuchli odam ekan, o'zini ishida mohir ekan deysiz. Hunari go'zal ekan deysiz. To'g'rimi? Mashinangizga kraskalar berdi, yangidek qilib qo'ydi. Qoyil ustasiga deysiz. Endi bu koinotda, bu borlarni qarab turib nima deyishimiz kerak? Subhanalloh. Bu go'zalliklarni yaratgan Alloh taolo o'zi ham al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, qiyomat kunida butun kuch qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Kimlar zolim, kimlar o'ziga zulm qilgan kimsalar, gunoh qilganlar. Inson gunoh qilar ekan, faqat o'ziga zulm qiladi. Endi qarab turing. Nima deb gunoh qiladi inson? Masalan, bir ayolni dedida shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi. Nimasiga aldandi bu ayolda? Go'zalligiga. Demak, bu insonni go'zallikka bo'lgan oshiqligi gunoh qilishlikka oldi.
Chiroyli imorat, chiroyli mashinani ko'rdi-da, shunga yetishlik uchun bir harom ishga qo'l urdi. Bu narsalarning nimasiga aldandi? Go'zalligiga. Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan muhabbat uni gunoh qilishlikka, osiylikka olib bordi. Endi nima uchun azobga qoldi? Nima uchun Robbimizga osiy bo'ldi? Vaqtincha bo'lgan, go'zalligi vaqtincha bo'lgan maxluqni muhabbati bilan aldanib qoldi. Go'zallikka aldanib qolamiz ekan. Ma'qulmi? Masalan, yangi mashina oldingiz, yuribsiz. 6 oydan keyin yangisi chiqadi. Undan chiroyliroq. Molingiz ham zo'r o'zi. Nima bilan oldayapti sizni? Go'zallik oldayapti ekanmi? Endi inson shu go'zallikka aldanib turib gunohga qo'l ursa, musulmon odam, Allohga itoat qilgan odam haqiqiy go'zallikka oshiq bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning jamoli. Boyagi dunyoda go'zalliklari harakat qilsangiz, intilsangiz yetishingiz mumkin. Yetganingizdan keyin bilasizmi, zerikasiz shundan. Ammo haqiqiy go'zallik bo'lgan Alloh taoloning jamoliga intilgan odam bu dunyoda yeta olmaydi o maqsadiga. Shuning uchun doimiy suratda uni hayotida intilish bo'ladi, shavq bo'ladi. Zerikish bo'lmaydi hayotida. Banda hushyor bo'lsin. Banda bu go'zalliklarni tark qiladi yoki u go'zalliklar uni tark qiladi. Chiroyli ayolni yaxshi ko'radi bir erkak. Juda ham yaxshi ko'rar edi. Lekin bir kun keladi, albatta ajraydi bir-biridan. Yo uni ajali tufayli, yo buni ajali tufayli. Top qo'ygan chiroyli dunyoyingiz, chiroyli imoratingiz, chiroyli mashinalaringiz, ulardan albatta ajraysiz. Ammo agar Alloh azza va jallaning jamolini oshiq bo'ladigan bo'lsangiz, bundan abadul abad ajramaysiz, birga bo'lasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi hal yastaviyan deb nomlanadigan darsimizning mavzusi ixlos va riyo. Birodarlar, bu shunday bir mavzuki, axloq ham bir chekada qolib ketadi. Ota-onaga yaxshilik qilish ham bir chekada qolib ketadi. Namoz ham bir chekada qolib ketadi. Ro'za ham bir chekada qolib ketadi. Agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa. Ikki kishi yonma-yon turib namoz o'qiydi. Bir xil namoz. Ikki kishi bir xil Ramazon ro'zasini tutadi. Bir xil haj qiladi. Bir xil Qur'on o'qiydi. Bir xil amallarni qiladi. Ammo ikkalasini yonma-yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi. Farqi nimada? Ularning biri xolis Alloh uchun amal qiladi, ikkinchisi riyo uchun. Odamlarning ko'zi uchun, odamlarni maqtov uchun. Astagfiru billah. Havaylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'un al-ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lganki, ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalardir. Namoz o'qiydi, tursa yalqovlik bilan turadi, o'qisa odamlarning ko'zi uchun o'qiydi. Riyo, ixlos. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahud-din" deb marhamat qildi. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilishga buyurilgan edilar. Din xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Qilayotgan har qanday savob amalimiz yoki tark qilayotgan har qanday ma'siyat, gunoh amali bo'lsin, birini qilishdan, birini qilmaslikdan maqsad Allohning roziligi. Agar Allohning roziligini yonboshiga odamlarni, xalqni, mahallangizni roziligi qo'shiladigan bo'lsa, bu amal, birodarlar, ixlos bo'lmaydi unda. Mo'min odam qilish kerak bo'lgan amallarning eng og'iri bu ixlos. Ixlos. Muxlis banda, xolis ish qiladigan banda. Qalbi Allohga aylangan bo'ladi. Riyokor odamlarni qalblari esa odamlarni maqtoviga, odamlarni so'zga bog'langan bo'ladi. Muxlis bandaga qilgan savobli amali uchun odamlar maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaveradi. Ammo riyokor odam odamlarning so'ziga, odamlarning unga bo'ladigan munosabatiga qarab turadi. Maqtasa qiladi, maqtashmasa qilmay qo'yadi. U savob Alloh uchun qilinishi kerak edi, bandalar uchun emas. Bandalar uchun qiladigan bo'lsang, qilmay qo'yganing ma'qul edi. Astagfiru billah. Va idza qamu ila solati qamu kusala.
Yurauna an-nasa va la yadhkurunalloha illa qalila. Riyokorlarni Alloh taolo aytadi. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yod olurlar. Namozga turadi, lekin yalqonlik bilan turadi. Allohni eslamaydi bular. Namozni xolis Alloh uchun o'qigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qigan kishi. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. 3 ta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar? Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U 3 ta amalda qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori, jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. Ikkinchisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi, Allohning yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiynalib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishlik. Nima uchun bular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, saxovat, pesha deyishlari uchun qilgan eding, niyatingni bilardim. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deysin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoyil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan, va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'rga chiqding, qori degan nom bilan yurding, sur jahannamga buni deydi. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan. Alloh taolo uni ham niyati yetkazdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotingni olding, sur jahannamga deydi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shu ishni qilgan yana 3 ta odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham qori bittasi infoq ihson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularning farqi avvalgi 3 tadan farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin. Bugun taravaga kelyapmizmi, niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz, bilmaysiz-da. To'xtab, Parvardigor, seni roziliging uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odam ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar kichkina shirk nima ya Rasululloh deydi. Rasululloh aytdilar, riyo dedilar. Riyo, xo'ja ko'rsinga ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga, Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin. Salaf solihlar aytishardi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon Savriy aytadi: "Niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil ovora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan ovora bo'ldim." Chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Ala lillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Allohnikidir. Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi: "Ana aghna shuraka ya'ni shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya g'ayri taraktuhu va shirkahu." Men dedi Alloh taolo, shirk keltiruvchilarni shirkidan behojatman. Kim bir amalni qilib, mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa,
ya'ni men uchun qilmasdan, yana boshqalarni ham xursandchiligini, boshqalarni ham roziligini qo'shib qo'ysa, uni ishidan ham, uni o'zidan ham men behojatman dedi Alloh taolo. Innamal a'malu binniyat. Amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi. To'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq. Qabul bo'lishi niyatga bog'liq. Bir odamlar uni maqtasa ham qilaveradi, savobli ishni, maqtamasa ham. Bir odam xolis Alloh uchun qildi, odamlardan berkitdi, odamlar bilib qolib maqtadi. Ixlosga putur yetadimi, yo'qmi? Tushunarlimi? Odamlar siz xohlamasizdan ham maqtashyapti. Bu amal nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Masalan, Qur'on o'qib beruvdingiz, maqtasin demasdan o'qidingiz, odamlar rahmatli, zo'r o'qigansiz dedi. Yoki qandaydir bir ishingizni zo'r qiluvdingiz, maqtashdi. Ana shu amalni qilishda, ishni boshida Allohning roziligi deb qilganmidingiz, faqat undan keyin maqtashadimi, maqtashmaydi, buni ahamiyati yo'q. Boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi, u yoq bilan ishingiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir-biri bilan barobar bo'lmaydi. Riyokor banda, xolis banda. Zohiridan bu ikkisi bir-biriga o'xshab ko'rinaveradi. Muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Riyokor odam bir amalni qiladi, lekin ajr olmaydi. Yana qaytarib aytaman. Xolis niyat qilgan odam, xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qila olmasa ham, shuni qilaman deb niyat qilgan uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Ammo riyokor banda amalni qilib turib ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi. Momaqoldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu momaqoldiroqning ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek, ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi. Agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida Alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa, bunda ham foyda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotlarini birdan qaytib Madinaga kirib kelar ekanlar, o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki, albatta Madinada shunday kishilar bor, sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar, qancha vodiy bosgan bo'lsanglar, sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shuncha ajr berildi. Vaholanki ular Madinada. Shunda ana shu g'azotga birga chiqqan sahobalar, Rasululloh kim ular? Biz shuncha qiylanib yurib, mehnat qilib topgan savobimizni Madinada turib olib qo'yishdi ular. Kimlar ular deganida uzr ularni Madinada ushlab qolgan kishilar. Chiqishlik niyati bor edi, ammo Rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi. Yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi, minadigan ulov yo'q edi, sarflaydigan mablag'i yo'q edi. Lekin chiqaman deb keldi, Rasululloh bu narsa topib bera olmadilar, qolib ketishdi. Lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olishaverdi. Riyo ixlosning aksi. Riyokor amalni qiladi, bu amalini Alloh taolo qiyomat kunida yuziga uradi. Wala tadrib biha wujuhana yawmal qiyamah. Duoyimiz bor. Bu qilgan amalimizni qabul qil. Bu qilgan amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin. Kim uchun qilgansan? Odamlar uchunmi? Yuzimizga uradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun har ish qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak. To'xta, boyaga aytganimizdek, rushnoyni tortib o'zimizga kelib turib, Parvardigor, sen uchun qilyapman. Xolis o'zing uchun qilyapman deb niyatni yangilab qo'yaylik. Chunki baribir qilyapmiz-da shuni. Qiyomat kunida Alloh taolo aytadi riyokorlarga: "Izhabu ilallazina kuntum turauna fid dunya." Dunyoda kimni deb riyo qilib amal qilgan edinglar? O'shalarning oldiga boringlarchi, ajr savob bormikin sizlarga? Ixlos bilan amal qilgan banda, riyokor banda, ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi.
qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb, ana shu kompaniyaning raisiga borib turib murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaradim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi, "Bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz" dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Nari-veri qilib eplab uyda qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir-qish qilib, sementni aralashtirib, chaloq qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir-qish qilib urdi. Abdelkani qo'ldan o'tkicha, egasidan yetkicha degan qabilda qildi. Nari-veri uyni eplatida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. 1 yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayin oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmodim? Nimaga puxta qilib qilmodim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodarlar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun. Tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun. Xatmida turganimiz o'zimiz uchun. Xayr ehson qilayotganimiz o'zimiz uchun. Zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun. Ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amaling deb. Muxlis bandani, xolis bandani Alloh taolo o'zi saqlaydi. Shaytonning makirlaridan omonda saqlaydi. Qarang. Shayton odam bolasini vasvasa qiladi. Ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Toat, ibodatlarni og'ir qilib ko'rsatadi. Chunki Alloh taologa ahd bergan. Endi odamlardan o'zini ulushini olyapti shayton. Vasvasa qildiryapti, vasvasa qilyapti, gunohlarga yetalyapti, haqqini olyapti. Endi musulmonlarning ayrimlaridan ham shayton o'zini ulushini albatta oladi. Namoz o'qitmaydi, Ramazon kelganda roza tuttirmaydi, issiq deydi, kasalsan deydi, xullas haqqini oladi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Otamiz Odam alayhisalomni Alloh taolo jannatdan chiqardi, shaytonda la'natladi. Shaytonga qiyomatgacha yashashlikka muhlat bergandan keyin shayton aytdi: "Endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman, odam bolalarini. Magar ularning orasidagi muxlis bandalaringina haq yo'ldan ozmasdan qolurlar." Qarang, shayton musulmonni fahshga buyuradi. Toatdan qaytaradi. Shaytonga itoat qilmaydi. Savobli amalda qilma deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni qilaveradi. Gunohni qil deydi, musulmon itoat qilmaydi. Savobni ham qiladi. Endi qarang. Musulmon shaytonga osiy bo'ldi, itoat qilmadi shaytonga, savobni qildi, gunohni tark qildi. Shayton ulushini olamadimi? Olamadi. Yo'q, hali umidini uzmaydi u. Amalda qilib bo'lganingizdan keyin gap yo'q. Qoyil. Shuncha vasvasa qilsam ham egilmading-a? Shuncha pulni ehson qilib turib, bitta odamga indamading-a? Qara-ya, bir kechani namoz bilan o'tkazib yubording-a? Qoyil. Shuncha oldingda fitnalar tursa ham bittasiga parvo qilmading-a? Amalda qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz baho bergizib turib, ulushini olib qo'yadi. O'shuning uchun bizdan biror bir savob amal sodir bo'lsa, aytaylikki, Alloh muvaffaq qildi. Alhamdulillah, Alloh tavfiq berdi. Chunki o'zingizga qolganda qila olamidingiz? Bizdan nima amal sodir bo'lsa, Allohdan. Nimaiki savobli ish qilsak, nimaiki to'g'ri ish qilgan bo'lsak, Allohdan, nima xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, o'zimizdan. Muxlis banda uchun oshkorami, maxfiymi farqi yo'q. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q, qilaveradi. Ammo riyokor odam, odamlar ko'rmasa, odamlar maqtamasa, odamlar gapirmasa, hargiz amal qilmaydi. Shuning uchun birodarlar, nafil amallarning eng yaxshisi qaysi bilasizmi? Uyingizda qiladiganingiz.
Chunki uni hech kim ko'rmaydi. Imom Ahmad u kishini ummat ichida qanchalar qadri baland bo'lishiga qaramay, martabasini u bo'lishiga qaramasdan aytar edi. Qani edi men Makkani hech kim ko'rmaydigan shaharlarida yashasam, birov meni tanimasa. Ixlos sababli odamlar u kishini tanishini istamas edi. Hozirgi yoshlarda oldiga qo'yadigan maqsadlardan bittasi pul, bittasi mashhurlik, populyarniy bo'lish. To'g'rimi? Nimaga suratga oladi mana qilib? Nimaga anaqa sotsial setlarga qo'yadi? Like qo'yinglar deydi. Shu odamlar unga diqqat e'tibor qilishini xohlayapti-da, odamlar uni maqtash kerak edi. Suratingni ko'rdik internetda zo'r chiqibdi. Bu insonlar qarang, qiyomatgacha keladigan ummatga xizmat qilib qo'ygan odamlar shunday kitoblarni yozib, shunday ishlarni qilib qo'yib turib, birov tanimas edi meni deyishyapti. Tushunchalarimizni qarang qanchalar buzilib ketganini. Imom Shofiy 4 ta mazhab boshliqlarining bittasi. Imom Shofiy aytar ekan, qani edi men o'rgatgan ilmni odamlar o'rgansa-yu, menga nisbat qilishmasa keyin. Muxlis banda qilgan savobli amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandaqa. Muxlis banda qilgan savob amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandaqa. Bizda ham shunaqami hozir? Birodar, yashiring qilgan amalingizni. Yashiring, xuddi aybingizni yashirgandaqa. Agar muxlis bo'ladigan bo'lsangiz. Maqtasda to'xtang, birodar. Qo'ying, yig'ishtiring. Maddoqni yuzga tuproq chachiladi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda yo'qmi shu narsa? Kecha deydi, bitta qo'y so'yib, mahallada yetim bolalarga qo'yib, shuni tarqatib chiqdi deydi. So'rayaptimi sendan biroq? Amalingni nima qilasan, habada qil. Indamay yashirib qo'yaver. Yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa, unda mayli. Alloh taoloning hadiyasi bo'ladi u senga. Imom Malik 4 ta mazhabning boshliqlaridan bittasi. Imom Malik o'zini Al-Muvatta degan kitobi bor. Endi xuddi shu Imom Malikni shu Muvattaga o'xshagan kitobini boshqa olimlar ham yozgan. Imom Malikning Muvattasidan ko'ra kattaroq kitoblarni yozgan, lekin ularning hammasi qolgani yo'q. Nimaga Imom Malikning Muvattasi qoldi? Birodarlar, qaysi ishda boshlanishida ixlos bo'lsa, shu amalda samarasi ko'rinadi, tamomiga yetadi. Ayrim kishilarni qilgan amallari, yozgan kitoblari qoladi, ayrimlarniki qolmaydi. Nimaga bog'liq ekan bu? Ixlosga bog'liq ekan. Shuning uchun har birimiz o'zimizni qilayotgan amallarimizni tekshirib turishimiz kerak. Ixlos bo'lishligi kerak. Ixlossiz amalda foyda yo'q. Innamal a'malu binniyat. Amallarni to'g'ri bo'lishi, qabul bo'lishi faqat niyatga bog'liq. Darsimizning nihoyasi Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurdi: "Qulillahi a'budu muxlisan lahu dini." Ayting ey Muhammad, men yolg'iz Allohga, u zot uchun dinimni xolis qilgan holimda ibodat qilaman. Nima qilsak Alloh uchun qilaylik. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihi fe'ldan avval kelyapti. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Agar bir bandani amallari ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, hammani ko'ziga tashlanayotgan bo'lsa-yu, agar ixlosi bo'lmasa, bu amal insonni halokatga olib boradi. O'zini halokatga olib boradi, oila ahlini. Astag'firu billah. Innal khosirina alladina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huval khusranul mubin. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ixlosi yo'qmi sizda? Oilangizda ixlosi yo'qmi? Siz ham zarardasiz, oilangiz ham zararda. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shu guna ochiq ziyonkorlikdir. Muxlis banda, riyokor banda. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi